Qo'li shirin oshpaz akalarimiz Zuhriddin Rajapov hamda Hasanboy Hojimatovlar xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hurmatli boshlovchilar, hurmatli tomoshabinlar. Mana xudo xolasa biz o'zimizni mahoratimizni bir ko'rsatgani keldik. Ya'ni mana xudo xolasa yaqinda ro'za ayyomlari juda yaqin. Har xil vaziyatlar bo'ladi. Uxlab qolish yo biron bir narsaga kechikib qolish. Shunaqa vaziyatdan chiqib ketish live hackini bir ko'rsatib o'tib ketamiz. Xudo xolasa. Assalomu O'z alaykum. ko'zim bilan ko'rishga keldim. Keling. Juda ham go'zal. Xudo xolasa mana bizda qaynayapti. bu yerda bizda maxsus damlamamiz. Ertalabdan, ha? Biz faqat ovqat qilib berish bilan emas, ya'ni ovqat bilan davolaymiz. Ham davo, ham shifo. Ana. Ayni dam Anvar akamni birozgina o'zlarini holsiz sezyaptimi-dingiz, mazingiz bo'lmayaptimi? Hammasi yaxshimi? O'zingizga e'tibor qilavering. Yo'q, Meni mehribonlarim juda ko'p. Yo'q, xo'p, lekin ovqat bo'lganda siz yemasligingiz mumkin-da. Bu yog'ini ham o'ylab qo'ying aka. Gap tegmaydi. Men yeyman lekin. Men mazam bo'lmayapti aka. Siz o'zimni juda bir energiyasi yo'qdek sezyapman. Shuning uchun Aka mana shu gapi menga suzasiz. yo'q, pochtada emas, qarang, masalan, issig'ingiz chiqsa yo mazingiz bo'lmasa, qayerga yugurasiz? Yo doktorga, yo aptekaga. Yo'q, men Zuhriddin akam mollariga yuguraman. Joningiz sog' bo'lsin. Yo, shunaqa paytda mana oddiy misol kichkina life hack aytib ketaman sizga. Temperaturangiz chiqadi, tomog'ingiz og'riyapti, ya'ni gripp, shamollash yo biron bir narsa. Mana hozir yana yangi viruslarimiz paydo bo'lyapti. Innovatsion viruslar deydimi? O'shanga innovatsion sizga kichkinagina life hack aytib ketaman. Ayting. Zarchiva, imbir, asal, bodom olivka yog'i. 5 ta narsa. Da, shuni aralashtirasiz, bir qoshiqdan solib, Hop. unda yarim qoshiq olib tilla tagiga soling, yarim soatdan keyin siz bilan gaplashaman. Zuhriddin aka, bu yigitni oshqozoni og'riyapti. Nima qilish kerak? Nima deysiz? Bu yigitni oshqozoni og'riyapti. Ha, bu yigitni oshqozoni og'risa, mana kakras hozir mana shafran bilan davolab qo'yamiz. Ayni muddao bo'lar ekan demak. Bu yerda qaynayotgan Buni endi damlamamiz. icha olmayman. Bu yerda qaynayotgan damlamamiz koritsa bo'ladi, karkade, shafran, lazujon bo'ladi. Aha, yodingizdan ko'tarilmasa, hurmatli teletomoshabinlarimiz, ayni muddao bo'ladi, chunki qishdan toliqib bahorga yaqinlashayotgan bizni organizmimizga darmon dorilar kerak bo'ladi. O'zingizni ehtiyot qiling. Mana oldinda bir necha kundan so'ng Ramazon oyi, qutlug' oy kirib keladi. Nasib etsa bu jarayonda saharlik hamda iftorlik paytlari uchun yaxshi to'yimli ovqatlar ham manzur yurtdoshlarimizga. Bugun xuddi shunaqa retsept asosida taomlar tayyorlanadi. Xudo xolasa mana bugun shu retsept asosida bitta kichkina oshqozonni olamiz, ichini tozalaymiz. Tozalab turib ichiga qiymani solishdan oldin qiymani ichiga sir solamiz. Aha, pishloq solamiz. Da, pishloq solamiz. Ya'ni sendvich ko'rinishiga keltirib qilib masalan qiyma solamiz, pomidor, dumbani parra qilib solamiz. Dumbani bilasiz nimaga foydaligini? Ham ancha to'q tutadi odamni. Terib chiqib, ustiga sir to'g'rab turib, duxovkaga 15 daqiqaga tiqasiz, bo'ldi, hammasi gulday bo'lib ketadi. Qanaqa zo'rsiz. Ayollar uchun tez tayyor bo'ladigan, muhimi o'ziga xos taomlarni bugun o'rgatyaptilar. Opa-singillarimiz o'rganib qo'yasiz. Har kuni yaqinlarga, oila a'zolariga tayyorlab bersak, yana ham ayni muddao bo'ladi. Sizga omad yor bo'lsin. Rahmat. Bizni yurtdoshlarimiz SMS nomalar bilan bizni yo'qlashyapti. Men o'zimni joyimga ketdim. Faqat xalaqit beraman, bilyapman. Bersa Zuhriddin aka har kun kelsiz mana shu qizlar uchun. Yo'q, xudo xolasa o'rganib olaman. narsani aytib o'tib ketaman. Xudo xolasa hurmatli tomoshabinlar, ekrandan uzoqlashmanglar. Uzoqlashmang. Xudo xolasa ro'za ayyomida faqat ertalab, har kuni ertalab 15 daqiqada sizlarga live hacklarni ko'rsatib boramiz. Ya'ni eng ajoyib O'zbekistonda bo'lmagan, faqat My5 da bo'ladigan 15 daqiqada pishadigan osh keyingi ko'rsatuvda men o'zim shaxsan ko'rsatib beraman. Zuhriddin aka, biz ko'p gapirib qo'yamizda, mabodo o'sha gap tegmayapti, gap berishmayapti demang. O'zingiz ora-orada gapingiz bo'lsa gapirib turavering. Nasib etsa Zuhriddin akaning shunaqa ko'rsatmalarini yaxshi o'rganganlar yaqin orada oshpaz bo'lib chiqishadi. Sizga omad. Boraveringmi aka? Farqi yo'q, faqat o'zingiz bilan kimdirni hamrohlikka olib keling-da. Qani olib boring. Men boray. Siz boring. Hech qilib gapirtirmaydigan Amerikan damlama olib borsamchi? Yo'q, boraversinlar. Boraversinlar deng. Ketdik bo'lmasam. Qani. Vo. Oy, vo. Shohona-ku. Aha. Ana. Umidaxon. Marhamat. Oling. Hop, Umidaxon oldindan aytib o'taman, qarang, aka.
bu damlama o'ziga yarasha davosi bo'lgan bilan o'ziga yarasha qarshiligi ham bor. Ya'ni buni holatlarda homilador ayollarga qat'iyan man qilinadi. Qat'iyan man qiladi. Ozgina ichib ko'ryam deyish xato. yo'q, siz ichavering bemalol. Ichib ko'rsam bo'ladi. Mehmonlarimiz. Nargizaxon sizga ham mumkin. Xo'p bo'ladi, yetkazamiz albatta. Bahodir siz ham ko'p ichmang. Nimaga aka? Yaxshi ma'noda, chunki sizga aks ta'sir ko'rsatishi mumkin. Xo'p. Oshmalar toshishi mumkin. Bir Xo'p xil bo'ladi. Siz qizil oldindan ranglarga bilgan ekansiz-da aka, allergiyasi oldin. bo'ladi-yu. O'zi men ichmayman dedingiz-ku, bilgan ekansiz oldindan, a? Qarshi ko'rsatmasini. Yoqimli. Bittada 4 ta tam. Olcha, limon. Yana nima mazasini sezyapsiz? Dolchinmidi? Yana bu shunaqada ichgandan keyin o'ylanib o'tiradi nima ekan deb. Ana. Davo, qaysi xastaliklarga davo bo'ladi? Bu yurak qon tomiri aylanishiga, Qon aylanishiga. miya Faoliyati yaxshilanadi. faoliyatiga, ya'ni esdan chiqib bo'ladigan bo'lsa, xotira bilan. xotirani juda mukammal ana qiladi. Ko'proq ichinglar, ichishim Umida Bahodir. Immunitetni ko'taradi yaxshigina. Voy, lekin juda zo'r narsa ekan. Olib kelinglar bizga ham unda. Yo, aka sizga umuman mumkin emas ekan. Mana. Boshida Siz ham ichmayman. albatta Keling, tayyorlab keling. ko'ring oila a'zolari. Aka, nechta kerak? Juda ham zo'r ekan. Uchta. Keling. 5000. 5000 beraman. Yo, bu odamda pul ko'p, aka qimmatroq aytavering. Siz aylansin.